Savol: Kanadada tug'ilgan bir qiz islom haqida ko'proq bilishga intilayotgan ekan. Garchi dinni o'rganishga har bir kunini sarflasa-da, bu haqda hali ko'p narsani bilmasligini ta'kidlamoqda. Uning savoli quyidagicha: U 19 yoshda va bir livanlik musulmon yigit unga sovchi qo'ygan. Biroq unashtirilgandan so'ng u yigitning o'tmishda boshqa qizlar bilan yaqin munosabatlari va benikoh jinsiy aloqalari bo'lganini aniqlagan. Qiz bu ishning dinda katta gunoh ekanligini yaxshi biladi va hozirda ushbu inson bilan turmush qurish yoki qurmaslik borasida bir qarorga kelish kerak. Uning shaxsiy fikricha, bunday ishlarni qilgan odamga turmushga chiqmasligi lozim. Biroq oilasi unga kechirib, unutib yubor deyishmoqda. Qiz bunday vaziyatda o'ziga bu kabi yigitga turmushga chiqish qanchalik to'g'ri ekanligi borasida fikr so'ramoqda. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Birinchidan, Allohdan iltijo qilamizki, sizni yaxshilik bilan mukofotlasin va butun savolga javob bermaganimiz uchun uzr so'raymiz. Sizga tegishli savol masalasiga kelsak, sovchi qo'ygan erkak masalasida e'tibor qaratish kerak bo'lgan narsa uning hozirgi holidir. U 5 vaqt namoz kabi majburiyatlarni bajaradimi va harom qilingan narsalardan tiyilib, qilgan gunohlardan tavba qilganmi yoki yo'qmi? Agar u Allohning haqqini ado etayotgan bo'lsa, u diniga rozi bo'linadigan, talab qilingan inson bo'lib, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nikohlash haqida buyurgan kishidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Iza xotaba ilaykum man tardawna dinahu va xuluquhu fazawwajuh." Agar sizlarga dini va xulqidan rozi bo'ladigan kishingiz sovchilik qilsa, unga qizingizni turmushga bering. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi va fasadun arid. Agar shunday qilmasangiz, yer yuzida fitna va katta fasod bo'ladi dedilar. Sunan Termiziy 1084-hadis. Hadis hukmi hasan sahih. Manba Sahih Termiziy 1084. Tavba qilgan ishidan pushaymon bo'lgan, gunohini tashlab qo'ygan kishining o'tmishini kavlashtirish joiz emas, balki uni yashirish vojibdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man satara akhahul muslima fid dunya, satarahu Allohu fid dunya wal akhirah." Kim bu dunyoda musulmon birodarining aybini yashirsa, Alloh dunyo va oxiratda uning aybini yashiradi dedilar. Musnad Ahmad 7942-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 6287. Ammo agar bu kishi fosiq, osiy bo'lib, hali ham avvalgi aloqalarini davom ettirayotgan va ulardan tavba qilmagan bo'lsa, u bilan nikohga rozi bo'lmang. Alloh taolo aytadi: "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika, vaz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik, va hurrima zalika 'alal mu'minin." Zinokor erkak faqat zinokor ayolga yoki mushrikaga uylanur. Zinokor ayolga faqat zinokor erkak yoki mushrik uylanur va bu mu'minlarga harom qilingandir. Nur surasi 3-oyat. Ibn Kasir rahimahulloh: "Va hurrima zalika 'alal mu'minin" va bu mu'minlarga harom qilingandir oyatining tafsirida aytadi. Ya'ni fohishalarga uylanish yoki iffatli ayollarni fojir erkaklarga turmushga berish harom qilingandir. Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh ushbu oyatga asoslanib iffatli erkakning fohisha ayol bilan nikohi toki u shunday holatda ekan tavba qilishga chaqirilmaguncha nikohi sahih bo'lmaydi deganlar. Agar tavba qilsa, unga nikohlanish sahih bo'ladi. Aks holda yo'q. Shuningdek, hur iffatli ayolning fojir, zinokor erkakka u chinakam tavba qilmaguncha turmushga chiqishi durust bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo va hurrima zalika 'alal mu'minin va bu mu'minlarga harom qilingandir dedi. Ammo agar tavba hosil bo'lsa, uylanish halol bo'ladi, iqtibos tugadi. Fojir kishi bilan turmush qurish ortidan kelib chiqadigan fasod, baxtsizlik va qayg'u hech kimga sir emas. Ko'pincha shaxslarning haqiqiy ahvolini bilish hamda ularning iffat va fojirlik nuqtai nazaridan holatlarni aniqlash qiyin va mushkul ish. Lekin izlanish, so'rash, tekshirish, maslahatlashish, nasihat olish, shoshilmaslik va Allohdan muvaffaqiyat so'rash orqali bu masalada natijaga erishish mumkin.
Alloh taolodan sizga yaxshilikni tanlashini va ishingizda to'g'ri yo'lga muvaffaq qilishini so'raymiz. Payg'ambarimiz Muhammadga Allohning saloti va salomi bo'lsin. Vallohu a'lam.